22 yil oldin quloq pardasi teshilgan bemorimizni operatsiya qildik. Xudo xolasa inshaalloh operatsiya juda a'lo darajada o'tdi. Bir vaqt o'zida ham parda qo'ydik, ham protez qo'ydik. Bemorimiz kecha operatsiya qilganmiz, bugun o'zi mana ruxsat bermoqchi biz uyga. Bemorimiz o'zidan eshitib ko'ramiz. Quloqim eshitmasdi. Operatsiyadan keyin mana yaxshi eshityapti, Xudoga shukr. Shifokorlarga rahmat, vrachlarga rahmat. Turadigan joylarimiz ham rosa yaxshi ekan. Qulog'im jaranglab eshitilyapti. Rahmat sizlarga. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Eshitish darajasini odatda biz kamerton orqali tekshiramiz. Bu kamerton eshitishni qanchalik ko'tarilganini aniq va tiniq ma'lumot beradi bizga. Odatda sog'lom quloqda qo'yganimizda old tomonda yaxshi eshitiladi. Bularda quloq parda operatsiya bo'lgan quloqlari eshitilyaptimi? Ha. O'zi mana eshitilyapti. Buning ichida hali bint, trunda bir qancha narsalar bor. Bu operatsiya bo'lmagan quloq. Eshitilyaptimi? Yo'q. Qaysi biri yaxshi eshityapti? Uni yaxshi eshityapti. O'zi operatsiya bo'lgan ham bir kun bo'lgan, sразу eshitishlar 100%. 100% ham ko'tarilgan sen bo'ladi.